Olmayman. Nimaga jinnimisan? Chunki og'zingga karsga o'xshagan dugona topdi. Anasiya! Jumaylatibdi buni. Saramyon yoqtirmasding-ku? Karslarga o'xshashim kerak, ular yeydi-ku. Sandaramni ko'rmasding-ku? Koreyaga borganimda qaysi daraman yaxshi ko'rasan deb so'rab qoldingiz, nima deyman? Shuni yeb yuzingga narsa toshib ketganmagin. Karslar shunaqa hayot kechiradi, o'rganishim kerak. O'z darama ko'rib yuzim ham karslarga o'xshab ketadi, qara. Voy, dastlab qo'shganmiz, suv ushmasmikin? Karis! Karis! Chinchi puta, karismisiz? Oy, qarindoshmi, qozoqmi, oy? Nima maqsadda kredit-olasiz? 20-chi Abu Dabidagi chess konsertiga o'shanga tushmoqchiman. Keyin qanaqa to'lamoqchisiz pulni? Bandim ishi bor, uy sotvorarmiz. 내 이름은 제보예요. Ne idimin chimeyo? O'rta balki kerak emasdir shu Koreya. Mani karslarimga tiltek qizma. Kontaktlarimni karscha qildim, chexolimni karscha qildim, abonemni karscha qildim. Yana nimani karscha qilsamikin? Instagramimni qilaman. Bo'pti, ketdim. Voy, bu nima kiyim? Toming ketganmi, qizim? Toshini nima shoshig'ingyo? So'kdi. So'kmadi. Yo'g'ilmay keldi o'zi. Yunusobod 16-kvartal ro'parasida joylashgan Iskandar Building'ning yangi mezbon loyihasida uy oldim. Hamma qulayliklar borki, undan tashqari to'lov usullari ham rosa zo'r ekan. Masalan, 100% to'lovini qilib olsang, senga foiz skidka qilib berishgan. Nima bo'ldi? Viza berishmadim. Bo'ldi. Men endi Turkiyaga ketaman. Men o'zi turk qiziman. Merhaba, günaydın. Senden sadece dikkat istedim. İstedim seni. Gangnam Style.